qizlar bilan dachaga chiqishga qaror qilsak, bizda bitta muammo bor. Bozorlikni kim qiladi? Faqat keraklisini olamiz degan gap esa albatta 5 daqiqaga yetadi. Keyin supermarketga kirdik-ku, ko'zimiz Chernogolovkaga tushdi. Bir bankasi atiga 10 ming so'm ekanini ko'rib qizlar buni olmay ketish gunoh deb suvlarni aravachaga yukladi. Dachagacha yetib boramiz deb o'ylagandik, lekin muzdekkina Chernogolovkani ko'rib chidab bo'lmadi. Issiqda judayam zo'r ketdi-da. Hamma kutsa kutar, biz rohatlanaylik. Dachaga yetib keldik. Qizlar bizni bozorimizni kutib ochidan o'lay deyishibdi. Ba'zi dam olishlar joy bilan emas, yoningizdagi insonlar bilan chiroyli bo'ladi. Bilasizmi, ayollar baxti uchun ko'p narsa kerak emas. Yaxshi dugonalar, mazali dasturxon va boraver degan juft halol bo'lsa yetarli. Shuning uchun bugungi dam olishimizga homiylik qilgan jonlarimizga rahmatlar. Miriqi basseynlarda cho'mildik va ovqatni kim qiladi degan savolga Feruzxon qilayotganman. Dachada faqat onalar emas, bolalar ham miriqib dam olishdi. G'iybat qiziganidan ovqat shunaqa tez pishdiki, siz ham qizlarni yig'ib, telefonlarni bir chetga qo'ying va bir dasturxon ustida miriqib o'tiradigan kunlarni ko'paytiring.